Do'stlar, hammaga salom. Ushbu videoda men sizga mobil telefonimiz yordamida Ehnes brokerida qanday ro'yxatdan ochishni aytib beraman. Biz hamma narsani bosqichma-bosqich qilamiz. Barcha harakatlarimni takrorlang, pauza qiling. Brokerning hamkori bo'lish uchun siz ushbu video ostidagi tavsifga ochishingiz, havolaga ochishingiz kerak va siz o'z hisobingizni yaratishingiz kerak bo'lgan ushbu saytga yo'naltirilasiz. Shuning uchun yuqori o'ng burchakda hisob qaydnomasini yaratishni tanlang va keyin bosh qatorlarni to'ldiring. Yuqorida biz mamlakatni ko'rsatamiz. Keyin biz joriy elektron pochta manzilimizni ko'rsatamiz va keyin parolimizni o'ylab topamiz. Quyida hamkor kodi mavjud. Ya'ni bu hamkor havolasi. Agar siz video orqali kelgan bo'lsangiz, meni qo'llab-quvvatlasangiz va sheriklik kodimni kiritsangiz juda yaxshi bo'lardi. Bu shunday ko'rinadi. Keyin, agar sizda yo'q bo'lsa, katakchani belgilang va davom etish tugmasini bosing. Shunday qilib, bizning ofisimiz yuklandi. Bu shunday ko'rinadi. Biz nimani ko'ramiz? Asosiy ekranda biz hisoblar borligini ko'ramiz. Savdo hisoblari bor. Biz hisobni ochish, savdo hisobini ochishimiz mumkin. Biz ushbu kulrang tortburchakni tanlaymiz. Keyinchalik broker bizga hisob turini tanlashni taklif qiladi. Minimal depozit $10 bo'lgan birinchi standart hisob mavjud. Minimal depoziti $10 bo'lgan standart tent mavjud. Pro hisob RAV Spread allaqachon $200, ya'ni Pro hisobidan boshlab professional allaqachon $200 minimal miqdori bor. Va oxirgisi Zero hisobi. Keling standart birinchi hisobni ochaylik. Davom etish tugmasini bosing. Keyinchalik bu haqiqiy yoki demo hisob ekanligini tanlaymiz. Yuqori satrda biz qaysi valyutani savdo qilishimizni tanlashimiz kerak, ya'ni qaysi valyuta ko'rsatiladi. Bu standart bo'yicha dollar bo'lsa. Keling ushbu savdo hisobiga ham nom beraylik. Mahleveragi, bu savdo leveragi. Mayli 1-2 ming bo'lsin. Keyingi 5 platformasi. Va biz parol bilan chiqishimiz kerak. Bu savdo terminaliga ulanishingiz uchun zarur. Va biz hisob yaratamiz. Ushbu sariq tortburchakni bosing. Va keyin biz savdo hisobini yaratganimizdan so'ng tekshirishdan o'tishimiz kerak. Shuning uchun tepada biz sariq tortburchakni ko'ramiz va ustiga bosing to'liq profil. Keyin bizdan elektron pochtamizni tasdiqlashimiz, mobil telefonimizni tasdiqlashimiz va qo'shimcha ma'lumotlardan o'tishimiz so'raladi. Buning uchun siz sariq tortburchakni tanlashingiz kerak. Biz mobil telefon raqamini kiritamiz. Men elektron pochtani oldindan tasdiqladim. Biz elektron pochta orqali xabar olamiz. Biz ushbu kodni kiritamiz va keyingi tugmasini bosing. Va keyin bizga bosh joylarni to'ldirishimiz kerakligi ko'rsatiladi. Bu sizning ma'lumotlaringiz, ismingiz, familiyangiz, otangizning ismingiz, tug'ilgan kuningiz. Keyingi qatorda siz ro'yxatdan o'tgan shahar, jinsingiz va keyingi tugmasini bosing. Keyinchalik standartga muvofiq broker bir nechta savollarga javob berishni taklif qiladi va shu bilan savdodagi darajangizni baholaydi. Bu oddiy standart savollar, shuning uchun qanday javob berishingizga unchalik bosh qotirmasangiz ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, tarjima qilib, o'zingizga to'g'ri deb hisoblagan javoblarni qo'yishingiz mumkin. Bir necha savollardan so'ng broker hujjatlaringizni yuklashni taklif qiladi. Ismingizni yozasiz va sariq tortburchak Upload Documents tugmasini bosasiz. Sizga ko'proq yoqadigan kerakli hujjatni tanlaysiz. Men odatda pasportni tanlayman. Biz uni suratga olamiz va yuborish tugmasini bosing. Shundan so'ng tasdiqlashimiz tasdiqlanishi uchun biroz kutishimiz kerak va tekshirish tasdiqlangandan so'ng siz omonatingizni to'ldirishingiz mumkin. Va omonatni to'ldirish uchun biz yuqori chap tomonni tanlaymiz. Omonatni tanlaymiz va to'ldirish usulini tanlaymiz. Men odatda kriptovalyuta bilan moliyalashaman. Shuning uchun men Tether Ustrich 20 ni tanlayman. Keyinchalik men kod yarataman. Lekin hozir buni qila olmayman, chunki mening tekshiruvim tasdiqlanmagan. Pulimni yuboradigan kod yaratiladi.
Depozitni to'ldirgandan so'ng siz savdoni boshlashingiz mumkin va buning uchun siz savdo terminalini yuklab olishingiz kerak. Men MetaTrader 5 dan foydalanaman va bu terminal uchun savdo hisobini ochdim. Ammo ushbu terminalga savdo hisobini ulash uchun biz ochgan hisobimizni tanlashimiz kerak. Bu yerda tepada oq bor va u bizga barcha ma'lumotlarni ko'rsatadi. U yerda loginni tanlashimiz va uni nusxalashimiz kerak. Keling, terminalga boramiz, yangi hisobni tanlaymiz, Echnes brokerini topamiz. Mana u eng pastda Echnes. Biz loginni kiritamiz va hisobni yaratishda saqlagan parolimizni yozamiz. Do'stlar, bu kanalga obuna bo'ling. Bu yerda juda ko'p foydali va qiziqarli narsalar bo'ladi. Keyingi safargacha.